Boqo'saq o'g'ri. Bu chipiranda sapasiz naytı tetqiqsiz azlaklar, sapasiz naytı tetqiqsiz azlaklar. Aş özünün çaparmanlarını podig'ini ko'tagan mushundaq iplas qo'yiladi. Sarang solashib ekan, jalab xotinning kusirdek, eli uni yizib baqqan, eli buni yizib baqqan, eli uni oxir yig'inchoqlab kelsagan shu qurultayning bavning bir tashqi shu. Ashning sangilaqliq. Nega va shuning ilishib mangdi endi. Bu qurultayning kusarlari deyman men bo'lani, osasimi ko'tarilib, ishchi saqlab qolgan, chichib qo'ysimi shu kusarilik to'sib turdigan. Bular shu qurultayning kusarlari shu, siz kusari shu poq kusari bular. Aş poqini mo ko'tirib mangdigan, ustirib qo'ysimi, ashini tatib mangdigan shunday nimalar. Iplas chipirani qo'ylarni. Lavzi qo'y. Aj gap og'zingdan qanday chiqdi? Ko'tlagan. Ha. Vaqan chöpçü. Aş çöpçümaş. Nagi qarsam eliqi. Bu munofiqlidan baq podaqchi yaloqchilar yomon ko'tirdi demiş. Esamda podaq deganni ko'tirib ajdaq. Ammo bular rasmi o'ylab yiqqanlar buni. Mujunda bir insonlar hamdi. Sen chiprandilarninki mana men mushunda odam. Bugun men mushuncha chiroyli so'zlayman. Og'zingni jum, qalayimqan so'zlama. Bir kunlar so'zlab qolsang, o'zing beshing o'zing ish topsa emassan deb qo'yay. Bu podaqchilarningki bir ishga donliq podaqchisi var, men bugun atmayman bu podaqchilarning ismini. Ammo men bu podaqchilarni bosh qo'ymayman. Mush podaqchilari qanjoq, mush qanjoqlarniki acha Uyg'ur efsa degani sen shu deydi. Men hozir shu sanmiki deb gumon qilaman, ammo mening qo'limda aniq bir isbot yo'q. Sen azlik. Mana atrofingdagi odamlar, ya shu qurultayning kuchuklari. Mana anglar kuchuklar, qurultayning ishchilari. Mana anglash. Ular anmanani ko'zini ko'zitib, masalan, resvoyini chiqirib yutaman men. Sen xalqdan qo'rqaydigan odam yo'q. Quvonning tukiga bilmayman ularni. Sen Chipiranda, Frankfurtga nemis jalapliq o'xshash. Achang bilan Xitoy bilan munosabat bo'lib, qaysi Uyg'urning og'zidan mushta gap chiqdi qarindoshlar. Shaklvaz millatga o'xshashqa biz yolg'on, kazzab, aldamchi, bizni o'zanga o'xshatmaga qo'ylar. Menfaatli bo'lsa bu yici qizlarga bizni sotib, sotqini sotgan. Mishani mush gapni men dedim. Ha, ya'ni kiyib chaplab ishlava.